Okalar, mana proyektga o'zingizlar bitta baho berib qo'yinglar. Gap bo'lishi mumkin emas. Kamida hammangizga shunaqa xonadonlarda yashash nasib qilsin. Hozirdan bitta like bosib qo'yinglar. Lokatsiyasini, narxini videoni oxirida aytaman. Mahallani ko'rasizlarmi, kengligini, fayzliligini, asfaltlari qilingan. Mana bu taraflarni ham ko'rasizlarmi? Gap bo'lishi mumkin emas. Uguloyga tushgan uchastkamizda bo'ladi. Okalar, naqd 5 ta xonasi bor, cho'pli pollari qilingan, tomlari yopilgan, 6.5 seriyali romlargacha qo'yilgan. Oldi tarafda yashil maydoni ko'rishingiz mumkin. Archalari ekilgan. Fasad razmerimiz akalar 21 ga mana bunaqasiga 8,5 metrni tashkil qiladi. Bemalol katta oila yashasa bo'ladi. Bu darvoza xonamiz bo'ladi. Darvozalargacha qo'yib berishar ekan, 1-2 kunda kelib qoladi darvozasi deyapti. Qaranglar, ko'rasizlarmi? Kattaligini, uchastkamizni bismillah. Asosiy binoga kirib kelganda bu garaj qismimiz bo'ladi. Mana bu bardaklarga e'tibor bermaymiz. Aytib o'tganimdek, darvoza yaqinda keladi, ustalar ishlaydi. Bu yerda akalar bu uchastkamizda o'sha santexnika, elektrik ishlar tugallangan, tayyor holatda shunday, ya'ni malyarga tayyor qilib qo'yishgan. Shundoq kirib ustalarni tushirib, malyarlarni qilib, aboylarni yopishtirib, tarkib berib, eshiklarni qo'yib yashavorsangiz bo'ladi. Yashil maydonga mana bitta joy tashlab ketilgan, garajga bemalol mashina sig'adi. Asosiy binoga kiradigan zinapoyamizda joylashgan. Mana bu AGVlarigacha, do'kontirning katyonlarigacha olib kelib qo'yishgan. Bu joyimiz kotelning xonaga mo'ljallangan. Ko'rishingiz mumkin. Endi binoga kiramiz. Ichkarini planirovkalarini sizlarga qisqacha tanishtirib ketaman. Bismillah, asosiy binoga kirib kelishimiz bilan uzun katta koridorimiz bo'ladi. Mana bu yerda cho'pli pol kollektorlari joylashgan. Xonadonimizda 100% cho'pli pol, qo'shimchasiga radiatorga joy tashlab ketilgan. Har bitta xonaga ikkinchi qavatga chiqadigan zinapoyamiz joylashgan. Ikkinchi qavatimiz ham pol 100% cho'pli pol bo'ladi. Mana bu konturnning katyonlari hamma narsasi kelib bo'lgan uje. Qaranglar, xonalarni birma-bir tanishtirishni boshlaymiz. Bu yoq tarafimizda ayollar sevgan oshxona bo'ladi. Stashkalari qilingan tayyor holatda shuni tark etib beraverasiz bo'ldi. Xo'p, aytib o'tganimdek, bu oshxona har bittasida ko'rasizlarmi, romlarni yorug'ligini gap bo'lishi mumkin emas. 6,5 seriyali rom qo'yilgan. Tepalari gips kartonlari tayyor, elektrik ishlari tugallangan, mana tochkalar tashlab ketilgan, ikkitalab radiatorga joy tashalgan. Proyekt boru prosta shikkallat. Xo'p, mana bu tarafimizda birinchi qavatimizdan san uzuvi bo'ladi. Bu yoq tarafimizda katta razmerda mehmonxona. Ko'rishingiz mumkin. Romlarni qaranglar, ko'pligini. Shunaqa yashab o'rganlarim keldi deb o'yladim. Shunda o'zimni pulim bo'lsa-da, shunda sotib olardim. O'zim xohlagandek ta'mirdan chiqarib, maza qilib oilam bilan yashardim. Manki televizorning zonaga joy tashlab ketilgan akalar, har bitta elektrika, santexnika ishlari tugallangan. 1, 2, 3 ta radiatorga joy tashlab ketilgan. Ko'rishingiz mumkin. Patoloklari ham tayyor holatda. Patolok razmerimiz 320 metrni tashkil qiladi. Bu yoq tarafimizda birinchi qavatimizning roditelskiy spalnisi. Roditelskiy spalnida ham mana gips kartonlari qilingan, patoloklari, tashqariga qaragan romlari bor. Podvolimizga faqat uy ichidan tushib ketamiz. Podvolimiz ham yaxlit podvol qilingan, okalar. Endi ikkinchi qavatga chiqamiz. Ikkinchi qavatda ham planirovkalarini ko'rsataman. Mana bu stashkani ko'rasizlarmi? Gap bo'lishi mumkin emas. Xo'p, ikkinchi qavatga chiqib kelganimizda yana bitta hol, uzun koridorimiz bo'ladi. Ikkinchi qavatda ham ko'rishingiz mumkin, patoloklari tayyor holatda, romlari bor, avtomat shitlari mantiga o'rnatilgan. Ikkinchi qavatda ham cho'pli pol sistemalari mantiga joylangan. Bu yoq tarafda ikkinchi qavatimizdan roditelskiy spalnisi, bu yerda ham ikkita radiatorga joy tashlab ketilgan. Romlarni qaranglar. Shunday yorug'ligi bor, vaqti mazza deb bor. Xonadonga o'zi ko'proq yorug'lik tushish kerak edi. O'shanda svetdan ham ancha tejislar bor. Bu yoq tarafimizda master spalnimiz bo'ladi. Kattagina razmerda o'zini ichkarida san uzuvi bilan ko'rishingiz mumkin. Bu yerda ham romlar rosa ko'p ekan. Ikkinchi qavatda ham mana gips kartonlar tayyor, elektrik ishlar tugallangan. Bu yerda ham 1, 2, 3 ta radiatorga joy tashlab ketilgan. Mana bu yoq tarafda yana bitta yotoqxonamiz, bu yerda detskiy xona qilib olsanglar bo'ladi. Xohlasanglar ota-onalar yotoqxonasi qilib olinglar deb, mana bu yoqni ham detskiy xona qilib olsanglar bo'ladi. Yoki bo'lmasa nabarotiga ikkita detskiy xona qilasizlar, mana bitta roditelskiy spalni qilasizlar yana bitta. Xo'p, ikkinchi qavatimizning yana bitta san uzuvi bor, okalar. Umumiy maydonimizda okalar 1.7 sotuvga tushgan. Endi podvolni ko'rsataman. Xo'p, endi podvolga tushamiz. Podvoli yaxlit podvol, okalar. Xonalarga bemalol ajratsanglar bo'ladi. Yorug'ligini ko'rasizlar, podvollar ham. Mana sizlarga podvol. Romlarni ko'rasizlarmi? Katta romdan qo'yilgan, 1, 2, 3, 4 ta rom qo'yilgan, okalar. Xohlasanglar bu yerda ham xonalarga ajratsanglar bo'ladi. Bu yerda ham mana hamma rozetkalari qilingan. Mana simlar tashlab ketilgan, gips karton qilingan. Bu yerda ham bitta stashka qilib, devorlarni malarga shunday malardan chiqarib, bu yerda ham marafet qilib, namozxona yoki bo'lmasa bolalar o'yingoh qilib qo'ysanglar bo'ladi. O'zingizlarni uchastkalarda alohida bolalar uchun sharoitdan qilib bersanglar bo'ladi. Xo'p, okalar, bu mahallamizda gaz, suv, svet vobshe muammo yo'q. Kanalizatsiya keladigan bo'lsa, bu yerda o'ra qilingan. Oshxona, hammom, tualetlarga o'rani alohida qilibdi-da. Buni ko'pchilik qilmaydi, bittada qilib olishadi. Bu yerda alohida kommunikatsiyasi qilingan.
Umumiy maydonimizda 1.7 sotuvga tushgan akalar. Endi lokatsiyasi keladigan bo'lsa, Nazarbekda joylashgan akalar. Nazarbekni ham zo'r joyda joylashgan. Shunda post gayidan 500 metr o'tganda chap qo'lga arka kirib ketamiz. Arkadan ham bir 50 metr ichkari kiriladi. Lokatsiya zo'r joyda joylashgan. Endi narxi keladigan bo'lsa, startning narximiz 135 ming dollarga baholanyapti. Sunnatiga o'tib beradigan joylari bo'ladi. Kimga qiziq bo'lsa, pastda raqam qoldiraman.